Bormi adasi? Ha, yaxshimisan? Tushunmadim, mana bu qiz kim? Qarang. Yo, to'g'ri o'xshatib qo'yganni. Zamonaviy rivojlanib ketdi. Sun'iy intellekt. Hali Kamol boru. Ha. Siqib tushunmasa qilib hamma bolaga jo'natib, hammani xotinini urishtiryapti. Bilmayman, chet ellik shekilli bu. Ha. Men o'xshatib qo'yganda qarang, rostakasiga o'xshaydi. Ishonim mana. Kamolingizga nima kerak ekan bunaqa narsalar qilib? Tavba. Ha, shu urishtirsa maza qiladi-da u. Adasi? Ho, adasi. Yotishingizni qarang. Turing, o'rningizdan. Nima bu ahvol? Nima bo'ldi yana? Mana buni qarang. Hozir qo'shnimizga patxoshiga chiqdim. Shu rasmni ko'rsatishdi. Kim bu qiz? Voy, tavba qildim. Ha, Kamol odam emas, sun'iy intellektdan yasaganini qarang. Shu boshqa qiladigan ishi yo'q ekan. Boshqa bolalarga ham jo'natib baja qilib. Hozir Kamolga telefon qiling. Aniq sun'iy intellektmi? Ha, sun'iy buni tanimayman ham-ku, bu bir chet ellik Amerikami, Rossiyami, hatto hozir Kamolga qilingchi. Aytib qo'ying Kamol akaga. Ikkinchi bunaqa ish qilmasinlar. Bo'lmasa o'zim borib gaplashaman. Ha, bo'ldi. Hozir telefon qilib so'kaman buni. Sharmanda bo'ldim. Ha, Kamol. Qanaqa odamsan-e? Ha? Bugun borasan choyxonaga? Ha, bo'ldi, bu gaplashadigan gaplar bor, hamma. Ha. Ana oshlim. Oy. Ha, adasi? Qalasiz endi? Kim? Nima? O'sha rasmdagi ayol shu-ku? Mayli, jonim, men bora qolay. Qayoqqa o'tir? Boring. Hozir samlagan kim deyapman sizga? Kim ko'rding? Ya, xotin. Ya, u sun'iy intellekt bo'lsa kerak. Ha, Kamol yaramas. Yana bir bola qilganmi deyman-da, o'xshatibmi? Bilmadim ekan.